Assalomu alaykum qizlar. Men bugun sizlarga makli bulochka qilib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga un, sut, shakar, tuz, dro'jji, to'rtta tuxum va bir cho'mich yog' kerak bo'ladi. Birinchi sutimizni ilitib olib, ustiga tuz, shakar, dro'jjini solib yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan tuxum solamiz va yaxshilab aralashtiramiz tuxumni ham. Uni ketidan 2 piyola un solamiz. Unimizni oldin elib olamiz hammasini. Yaxshilab aralashtirishimiz kerak, qumog'i ketishi kerak, bir xil massa bo'lishi uchun. Ustiga qopqoq yopib, 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz dro'jjani oshishi uchun. Dro'jji oshgandan keyin qolgan unni solib, yumshoq xamir qoramiz. Qo'lga ozgina yopishadigan xamir bo'lishi kerak. Xamir tayyor bo'lgandan keyin uni ustiga bir cho'mich yog' solib, yaxshilab xamirga singdiramiz. Mushtlab. Xamirni stolga qo'yib, 6 ta bo'lakka bo'lib, zuvala qilib olamiz. Va zuvalachalarimizni har bittasini bittadan paketga solib, muzlatgichga 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz, oshishi uchun. Endi mak tayyorlaymiz. Yarim piyola makka 5-6 qoshiq sovuq suv solamiz. Yaxshilab aralashtirib 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz. Makimiz ishib chiqadi, suvi o'ziga tortib oladi. Agar ortiqcha suvi qolgan bo'lsa, uni to'kib tashlash kerak. Mana xamirimiz oshib chiqdi 10-15 minut turib. Muzlatgichdan olganimizdan keyin uni stolga qo'yib, dumaloq qilib yoyib olamiz. Xamirni ichiga bizga 200 gramm margarin yoki sariyog' kerak bo'ladi. Uni oldinroq olib qo'yib, xona haroratida eritib, 6 bo'lakka bo'lib olamiz va har bitta zuvalaga bittadan bo'lagini surib chiqamiz. Yaxshilab sariyog'ni surganimizdan keyin zich qilib rulet shaklida xamirni o'raymiz. Xamirni o'raganimizdan keyin 10-15 minutga ustiga paket yopib qo'yib qo'yamiz.
har bitta zuvalani shunaqa rulet qilib bitta patnisga solib ustiga plyonka yopib qo'yib qo'yamiz. Xamir tingandan keyin olib uni pachoqlab xuddi qatlamani xamiridek qilib dumaloq qilib olamiz. Stolga yog' surib olamiz yopishib qolmasligi uchun. Uni ham dumaloq qilib yoyib olamiz. Ja yuqa ham, ja qalin ham bo'lib ketishi kerak emas. Yoyib olganimizdan keyin makka olib ustiga surib chiqamiz. Makka surib olganimizdan keyin burandida kesib olamiz. 8 ta bo'lakka kesiladi. Va rogarikiga o'xshab o'rab chiqamiz. Listga folga solib, rogarikiga o'xshagan bulchkalarimizni terib chiqib, ustiga tuxum suramiz. Tuxum surib bo'lganimizdan keyin ustiga mak suramiz. Va duxovkaga qo'yib, o'rtadan sal baland olovda 30-35 minutda pishiramiz. Usti qizarib chiqqandan keyin olamiz, tayyor bo'ladi. Endi siropini tayyorlaymiz. 2 piyola shakarga 1 piyola qaynagan suv solamiz. Qaynoq suv solamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz shakari eriguncha. Mana shakar eridi. Shakar erigandan keyin sovishga qo'yib qo'yamiz. Ozgina sovishi kerak. Sovigandan keyin bulchkalarimiz pishib chiqqandan keyin issiqlik paytida siropga botirib olamiz. Bulchkalarimiz tayyor. Qilib ko'ringlar, juda ham mazali. Mana ko'rinishi ham juda ham chiroyli, yoqimli ishtaha.